Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya sudlari bir yilda 21 mingga yaqin migrantga hukm chiqardi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. RIA Novosti nashrining yozishicha 2024-yil davomida Rossiya Federatsiyasi sudlari 21 mingdan ortiq xorijiy fuqaroga oid ish yuzasidan qaror chiqargan. Jumladan MDH davlatlar fuqarolariga nisbatan 20.151 ta, boshqa davlatlar fuqarolariga nisbatan esa 987 ta sud qarori chiqarilgan. Shuningdek, fuqaroligi yo'q shaxslarga oid 815 ta ish ko'rib chiqilgan. Ko'pchilik hollarda xorijliklar o'g'irlik 3700 dan ortiq kishi, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi 955 kishi, odam o'ldirish 182 kishi, tanaga og'ir shikast yetkazish 500 ga yaqin kishi, odam o'g'irlash 63 kishi va zo'rlash 181 kishi kabi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari qariyb 500 kishi firibgarlik, 76 bezorilik, 9 kishi esa terrorchilik harakatlari uchun sudlangan.